Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam 6 narsa bor, amallarni savobini ketkizib yuboradi. Al-ishtighalu bi'uyubil xalq. Odamlarni aybini oqtarish savobini ketkizib bo'ladi. Menda o'zi ayb ko'p, o'zimda gunoh ko'p deb turishimiz bizning vazifamiz ekanda. Ikkinchisi qasvatul qalb, na'uzubillah. Qalbni qorayishligi savobli amallarni ketkizib yuboradi. Qalb qachon qorayadi? Qalb Allohni eslamasa qorayadi. Qalb qachon qorayadi? Ko'zdan yosh kelmasa, ibodat qilmasa qalb qorayar ekanda. Qalbni qorayishligi amallarni o'chirib yuboradi. Uchinchisi hubbud dunyo debdilar. Dunyoni yaxshi ko'rish, mehr qo'yish. Dunyo deb ibodat qiladi. Dunyo deb Allohning zikri qiladi. Dunyo deb yolg'on gapiriladi. Dunyo deb talaba ilm qoladi. Dunyo deb Allohdan uzoqlashadi. Demak, insonni